Loviya oqsilga boy, inson salomatligi uchun foydali bo'lgan dukkakli o'simliklardan biridir. U tez unib chiqishi, oson parvarish qilinishi sababli biologik tajribalarda keng qo'llaniladi. Loviya o'sishi uchun tuproq tarkibi, namlik va yorug'lik muhim ahamiyatga ega. Biz Abu Ali ibn Sino nomidagi ixtisoslashtirilgan maktab Buxoro filiali o'quvchilarimiz bilan birgalikda loviya urug'larini undirish bo'yicha amaliy tajriba tashkil etdik. Tajriba davomida urug'lar turli tuproq turlariga ekilib, ularning unib chiqishi, o'sish surati va rivojlanishdagi farqlar muntazam ravishda tahlil qilib kuzatib borildi. O'quvchilar har kuni nihollarning balandligi, barglar soni va umumiy holatini qayd etib, natijalarni tahlil qildilar. Ushbu amaliy mashg'ulot orqali o'quvchilar tuproq unumdorligi va o'simlik rivojlanishi o'rtasidagi bog'liqlikni amalda o'rganish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Tajriba natijalari shuni ko'rsatadiki, tuproqning tarkibi, namligi va oziqa moddalariga boyligi o'simliklarning o'sishiga bevosita ta'sir qiladi. Qadrli kuzatuvchilar, hurmatli obunachilar, qadrdon o'quvchilarimiz, xo'p, siz aytingchi, kommentariyada fikringizni bildirishingizni so'rayman. Biz keyingi tajribalarni aynan qaysi o'simlik bilan olib boraylik hamda loviya urug'ini undirishda yana nimalarga e'tibor berishimiz haqida fikrlaringizni kutib qolamiz.